uchastkani sotsangiz aniq dachalarga chiqmay qo'yasiz, nimaga deysizmi? Uchastkani ko'ring, shunday hovlingizdan anhor o'tadi. Dachada emasmiz, Toshkent shaharining ichida joylashgan uchastka. Mehmon kutib olishga shanba-yakshanba tayyor bo'ling. Qarindoshlaringiz va o'rtoqlaringiz mana shu tapchanda shashlik qilaylik deb bezor qilishadi. Uchastkamiz 3 qavatli, 3-qavatda mansarda yangi qurilgan 2.6 sotiq, narxini oldindan aytib o'tamiz. 290 ming dollar. Bu mahallalarda 110 ming, 120 ming dollar deb topdi. Bo'sh yerni yer hisobida sotilyapti. Shuncha binosi sizga bepulga qoladi. Uyni ichini ko'rsatamiz. Zal, kuxnya, studiya qilingan, общий 950 kvadrat, yangi remont qilingan. Darvozaxona kash-gavash qilingan. Bu yerda sanuzel, ikkinchi etajga chiqish, chotki spalni, podvalga tushish, garderob, sanuzel tepaga chiqamiz. Juda ham katta bitta zal joylashgan bu yerda, hovliga qaragan balkon. 3-qavat mansardaga chiqib ketish, bu yerda detski, u yerda spalni, ko'chaga qaragan balkon, uyimizning lokatsiyasini tushuntiramiz. Uyning fasad ko'rinishi. Parkinskiy bozorga chiqadigan yo'l Dagestanskiy ko'cha, Maksim Gorkiyga chiqiladi. Tsiolkovskiy ko'chasi, boylarning mahallasi, mana shu yerda ozgina kirganimizda joylashgan uchastka bosing.